xususan bomdod namozi rizqning mo'l bo'lishiga demak sabab bo'ladi. Ko'pchilik mana shunga beparvo. Ayniqsa yoz kunlarida bomdod namoziga ko'pchilik beparvo bo'lib, qazo qilib qo'yishdan shikoyat qiladi. Bir kuni bir joyga kirsam, bir kishi qora aka dedi, men dedi namoz o'qiyman o'zi 2 yildan beri, 1 yildan beri, 3 yildan beri namoz o'qiyman. Mana shu yaqindan beri bomdodga tura olmayapman dedi. Nimagadir tura olmayapman dedi. Negadir qalbimga bir gap keldi-da so'radim. Kunduzi gunoh qilayotgan bo'lsangiz kerak. Kunduzi gunohga aralashib qolayotgan bo'lsangiz kerak desam, haligi odam shundoq to'xtadi-da, to'g'ri dedi. Shu ba'zi bir o'zim bilgan yomon ishlarga aralashgandan beri bomdodga tura olmayapman. Bomdodga turish uchun muhtaram azizlar, demak yozgi kundami, qishki kundami inson gunohlardan ham uzoqlashib yurishi kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zining munojotiga, ayniqsa bomdod fazilatining bomdod namozining fazilati ko'p. Mana bu fazilatga o'zi yoqtirmagan kishilarni Alloh nari qilib qo'yishi ham mumkin. Ana shuning uchun demak namozlarda mana shunday fazilat bor. Ya'ni insonning rizqi keng bo'lishiga namoz sabab bo'ladi. Namozning fazilatlaridan yana biri musulmonlar jamoat namozlarida bir-biri bilan tanishadi. Mana shu joyda qancha odam bir-biri bilan tanishadi. Namozning zo'rligi shuki, mana 5 mahal namozda ham tanishasiz, keyin jumada yana ham katta bir jamoat bir-biri bilan uchrashadi, tanishadi. Ijtimoiylashuv demak faollashadi. Namoz sajda o'rinlari namozda bo'lgani uchun sajda o'rinlari do'zaxdan ozod deganlar Rasululloh akram alayhisolatu vassalom. Namoz bandani Allohga yaqinlashtiradi va xususan bomdod va asr namozi Alloh subhanahu va taoloning jamolini ko'rishga sabab hisoblanadi. Namoz Allohga eng mahbub amal. Namoz gunohlarni yuvadi. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom bir kun aytdilar. Aytinglarchi, sizlarni eshiginglarni tagidan bitta zilol suv anhor oqib turgan bo'lsa, har kuni shunga birov tushib 5 mahal cho'milib tursa, shunda kir qoladimi? Ya Rasululloh, unda kir qolmaydi deyishdi. Bilib qo'yinglar, namoz gunohlarni mana shunday yuvadi.